Salom, avtomobil ixlosmandlari. Bugun biz siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Lacetti modeli haqida suhbatlashamiz. Bu mashina o'zining zamonaviy dizayni, ilg'or texnologiyalari va amaliy funksiyalari bilan ajralib turadi. Keling, birinchi navbatda uning tashqi ko'rinishidan boshlaylik. 2026 Chevrolet Lacetti dizayni yanada jozibali va aerodinamik shaklga ega bo'lib, yangi fasad dizayni va LED chiroqlar bilan jihozlangan. Avtomobilning old qismi yanada zamonaviy ko'rinadi. Radiator panjarasi va bamper dizayni bilan uyg'unlashgan. Yon profilida aniq chiziqlar va tekis siluet, shuningdek, yangi o'lchamdagi g'ildiraklar avtomobilga sportiv va nafis ko'rinish beradi. Orqa qismda esa LED faralar va yangi bamper dizayni orqali yangicha va zamonaviy ko'rinish yaratildi. Ichki makon jihatidan Chevrolet Lacetti juda qulay va ergonomik. Yangi modelda o'tirish joylari yanada qulay va sifatli materiallar bilan qoplangan. Haydovchi paneli va markaziy konsol dizayni sodda, lekin funksional. Ekranli infotainment tizimi bilan jihozlangan bo'lib, navigatsiya, multimedia va telefon bilan integratsiya qilish imkoniyatini beradi. Konditsioner, sensorli ekran va ko'plab qulayliklar haydovchi va yo'lovchilar uchun yanada qulay sayohat taqdim etadi. Texnologiya jihatidan 2026 Chevrolet Lacetti zamonaviy xavfsizlik va yordam tizimlariga ega. Masalan, avtomatik tormoz tizimi, yo'llarni kuzatish, orqa kamera va parking sensori mavjud. Bundan tashqari, haydovchiga qulaylik yaratish uchun adaptiv kruz nazorat, tezlikni cheklash tizimi va turli haydovchilik rejimlari qo'shilgan. Ushbu funksiyalar shaharda ham, uzoq yo'lda ham xavfsiz va qulay haydashni ta'minlaydi. Amaliylik nuqtai nazaridan Lacetti oilaviy va kundalik foydalanishga juda mos. Bagaj hajmi yetarli bo'lib, kundalik xaridlar yoki sayohatlar uchun yetarlicha joy taqdim etadi. O'rindiqlarni qayta joylashtirish orqali ichki makonni kengaytirish ham mumkin. Yon eshiklar va past o'rindiqlar esa bolalar yoki katta yuklarni tushirishni